yaxshi lekin buni qarang. Chista qarsilloq. Zavodda ham shunday chiqargan. Kapotdagi. O'sha Yo'q, kapotni o'zini germetikini ko'ryapsizmi? Ustiga qarasangiz radni, ichiga qarasangiz qirsilloq. Germetik ham shunday chiqqan. Ustiga qarasam radni, germetikka qarasam qirsilloq. Shunga tushunmayapman, sen so'rayapman. Patronli do'stim, qar ketib qoldingiz. Keling endi, aylanib kelyapsiz. Davrani kengroq oling deydik, o'shanday qilib. 2018. Ismingiz nima edi? Sardor. Nechanchi yilsiz? 2009. O'zi sota olasizmi? Keyin arzon berib qo'ydim yo qimmat sotib qo'ydim demaysizmi? Mani aldab qimmat sotib ketish niyatiga kelmagansizmi? Yaxshi shunday bo'lsa. 2018. Qancha yurgan? 1 kilo. 1 kilo. Kraskasi? Topdi. Yo'q. Kraskasi. Yo'q. Hozir ustalar ko'ryapti. Xo'p, necha pullar cho'tlab kelyapsiz? 75. Sotishga necha pullar sotaman deb kelyapsiz? O'zi kelishdir. Yo'q, xayolingiz 75. Sotishingiz necha pullar? 70 kelsa. Keyin oluvchisi unga necha pul qilib bermoqchisiz? Endi bilmayman, o'zi savdo aytadi. Ya kelishtiradi. 18 ha? 18. Qancha? 1 kilodan sal o'tgan. Bizning o'tgan. Ya didlari ancha baland. Ha, mayli bir gaplashib ko'ramiz. Qo'ldan kelsa. Ya olmish desalar ham mayli ichiydi. 12 kilo adashdi. 70, bayaq 70 deyapti. Chiqardi, vesini aytsam ham shu 1 kilo, yarim kilo adashaman. Qarang, Xarajatsiz mashina. tushundim. Mang. Endi hammani moli o'ziga shirin. Hammaniki o'ziga oy ko'rinak o'ziga. Qarang, kimdir kiysa ham hamma mashinani yaxshilab keladi. Holati bilan. Endi narx-navo ancha tushgan. Ismingiz nima deysiz? Sardor. Faqat aldamang. Narx-navo ancha taylaganda, men molingizni pastga urib, yerga urib, sizdan arzon olib qo'yib, 5-10 million qo'yish niyatidagi bala emasman. 50 cha olaman, 50 cha sotaman. Bir farq joyi yo'q hech qanaqa menga. Lekin aytilishi ham balandda. Hozir 60 deyaptilarmi deyapsiz? Yo'q, unday deyapsiz-ki. Chin guring pullar olmaydi-da, endi hozir tushgan narx-navo. Men sizni siz tushunmayman, meni ishim bu lekin. Meni ishimni hozir tushunmayapsiz. Mayli, olaman, qo'ldan kelgancha savdo qilaman, lekin did degan narsa baland ekanda. O'sha hozir 70, 75 deyapsiz-ki, 72 mana shu narxlarni aytyapsiz-ki. Shuning uchun men sal aytaman, sotmoqchi bo'lsangiz, shunday bitta pastroq ayting, savdo qiling. Ko'ngil sotishmi? Sotish. Aniq sotishmi? Bu turib sotolmaysiz. Lekin olishga to'g'ri kelmaydi. O'shada necha pul qilib berasiz? 50 million naqd pul beraman. Chin yuring, 50 million mayli. Hech qanaqa savdosiz beraman. 60 ga to'g'ri kelmasligini o'zingizdan bildingiz meni. Ya 50 ga ham to'g'ri kelmasa 40 so'ramayman-ki endi. Qarang, bitta yuring, kelishaveramiz. Sardor, men sizni qiynab qo'ymay, siz meni qiynab qo'ymang. Endi odam ko'p. 1 soat gaplashgandan foyda bo'lmasa, undan nima gap, to'g'rimi? Tushuntirsangiz tushunmasa foydasi yo'q-ki. Men she'rni 12 marta o'qisam yodlaychiydim. Kimdir 2 marta o'qib yodlab olachiydi. Lekin 10 marta o'qisam foydasi yo'q edi. O'shanday gapda, qarang. Chin yuring. Mana 50 so'radim-ki, o'zi yomon so'ramadim shu kecha kunduzga. Lekin bitta gap, nech pullar qo'shsam savdosi bitadi. Dedingiz, ancha baland bo'lsa nima qilaman sizni ham berib, to'g'rimi? 67 million sotaman, undan pastga sota olmayman. Oh. Voy, ustiga tekshirib olaversin, kimasa. Kraskasi toza, hech qanaqa ishi yo'q. Usta, mana o'zimiz usta, mana ko'ryaptik usta she'rga. Lekin hozir dedingiz ancha balandki, 67 million deb. Men o'yladim hozir 55 larda aytasiz o'yladim. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Xo'p, 2018. Baland olib qo'yuvdingizmi, Sardor? Bir qo'l minilgan edi-da. Domilla mingan.
O'zi qayerga turasiz siz? Eski shaharga turaman. Mendan boshqaga ham bir ko'rsatdingizmi yo'qmi sotaman deb? Haydab. Ya o'zi narx aytishingizdan bildim. Birinchi odamni bu yigitman deb. Agarda siz bir ikkita uchta joyga ko'rsatib, bir narxlatib, yo bir bozor tiqib, uni ham narxlatib kelsangiz, hozir ikkovimiz savdomiz ishoning o'xshaychiydi. Chin-chinaki o'xshaychiydi. Hozir didiz balandki, hozir men sizni tushuntirib beryapman-da, keyin hozir chiqasizki bu yerdan boshqa joyga borsangiz ham, misol nechi pul desa, unga men aytgan narxni aytmaysiz baribir. To'xta, juda baland aytgan ekanman. Aka 65 deyapman, so'rang deysiz ular. Aniq bilaman-da. Chunki u narxlar olmaydi hozir. Men sizga aytaman, boya ham aytdim, yana ham aytaman. Molingizni yerga urib olib qo'yib, keyin uni baland sotadigan bala emasman. Lekinchalikka 2018, 19 Sparklar keladigan siznikida zo'r mashinalar. Radnoy. Eng baland oladigan narximni aytaymi? Yani gaz borlarni ham. Spark bu yaqin o'rta 18 olmadim, 19 oldim. O'sha narx bilan cho'tlayapman-da. 61 million 500 mingga oldim. 19 70 ming yurgan metanchalari bor edi. 61 million 500 ming so'mga oldim. Unga ham bir 10 kunlar bo'ldi. Instagramda savdosi ham turibdi. Qizilmachishli akaniki. Sizga yaqinroq. Qizilmachishli shaharga yaqinki. Qizilmachishli akanikini olganman 2019 edi. 70 ming yurgan, metan gazi bor, oqsuv. Bir qo'l mashina bu ham. Narxni hozir endi sal endi qimmatroq olgani uchun ko'nikolmayapsiz-da. Prosta Sardor men aytmoqchi bo'lganim, aldamoqchi emasman, chin ko'nglashmoqchiman. Yosh yigitsiz-da. Xuddiki men aldaganday bo'lib qolmay, narxlar o'zi taylagan. Bitta sizning mashinangiz emas, hamma mashina taylagan. Uni prosta odamlar endi tushunish kerak. Lekin yaxshilikka bu ham. Hozir buni sotsangiz mayli, pul kerakdir. Lekinchalik ham yana mashina olmoqchi bo'lasiz-ku. Tokiygacha piyoda yurmaysiz-ku. Oladigan paytingiz arzon bo'ladi, maza qilasiz. Agar mayli Akmal aka, men balkim tushunmayotgandirman savdoni. Kelishtiring, beraman desa savdo qilaman. Erta bir joyga solishtiring, arzon so'ragan bo'lmayman. Hozir didiz ancha baland turgani uchun men aytaman, u narxlar juda baland narxlar. Hozir siz aytgan pulga bemalol 2020-21 ni ola olaman. Bu lekin 18, yiliga ham qaraydi-da. Lekin holat 20-21 ga ham tortadi. Lekin mana bu gapiradi. Men ham misol hozir 20 yoshlikka o'xshaymanki, to'g'rimi? Lekin iloji yo'q, 35 ga kirganman. Avtomat 3 ta o'tadi, snaryad. 20 yoshlik 5 ta o'tadi dediki, shunday. Nima deysiz, Sardor? Keling bir ish qilamiz. Men ola olmayapman. Lekin bir ish qila olaman siz uchun. Narxni bilmasligingiz ayb emas. Chunki o'zingizda ishingiz bor, hamma mashina temasi emas hozir. Lekin bir ish qilaman. Ha desangiz, men ola olmayman. Men u narxga ola olmayman. Lekin bir ish qila olaman. Ha desangiz, 60 millionga sotish ko'nglingiz bo'lsa, kim olsa olsin deb aytaman-da, keyingi mashinani savdo qilaveraman. Agar birorta narx pulga 60 ga olsa, bering Sardor. Meni bir o'zingizga yo aka deb biling, yo bir do'st deb biling. Bir 60 millionga kim olsa, mana mashina zo'r ekan deb aytaman-da, o'tib ketaman. Lekin 60 ga meni o'zimga qimmat. Ola olmayman. Balkim kimgadir, mana viloyatlardan kelgan odamlar borki, ular to'g'ri keladi. Mayli, men olaman deb olar. Ishingiz bitib ketadi. Ha desangiz aytaman-da, keyingisiga o'tib ketaman. Chin ko'ring. Bir so'rayman, telefon Ha, bitta shu gapni so'rang-da. Keyingisiga o'taman-da. Yo'q desangiz ham farqi yo'q, ha desangiz ham farqi yo'q. Mashina yaxshi, Bekka aka, mashina yaxshi-da dedi baland. Mashina yaxshi lekin. Ha, 20-21 da pulini aytibdi. Endi bilmaydi. Yosh bola ekan. Metani bilmaydi. keyin 3 yil to'liq chiqadi. Ya didiz ancha baland ekan. Bir ish qilamiz, Sardor. Siz bilan meni savdom bitadi. Yo bir bozor tiqib ko'ring buni. Yo menga o'xshatgan joylar, ikkita uchta joyga bir narxlatib ko'ring. Bir narxlating, keyin yana keling. Men o'sha narxlagandan ham aniq bilaman, 1 million 500 ming baland ola olaman. Lekin buni hali siz narxini chiqozmagansiz-da. Bir narxini chiqozib keling men.
Lekin aytib ko'raman siz dedingizda ham. Xo'p, akalar ko'ringlar 2018 Spark benzinga. Xo'p, Radnoy Spark. Bir ko'rikdan o'tgan ekan ozroq. Kraskasi yo'q, Radnoy 65 million bo'lsa beraman deyapti ega. Endi bu yigit yoshroq ekan, dadasidan so'radi hozir. 65 dan kami yo'q debdi. Agar dadangiz bo'lsa tushuntirib savdo qilaydim, endi mayli, bu ham bir yaxshilikka. Siz ikkita shu joyga borsangiz, narxni aniqlay olasiz. Agar ichimizdan kimdir bo'lsa, olsa bo'ladi. Olgandan, sotgandan pul so'ramayman. Agar kimgadir ma'qul bo'lsa, bemalol ko'raveringlar. 2018 Radnoy Spark bir ko'rikdan o'tgan, benzinga yurgan. Men 50 million so'radim, endi 65 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Dadalar 65 eng kami debdi. Xo'p, ko'ringlar agar kimgadir to'g'ri kelsa. Turib turing, ketmang.